sinagan mani kamda har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiri tagidan moddam. Xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaxli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim mana, o'zbegim millatim mana. Zaminim belim bo'ldi yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, To'y va Domon. Bo'limga doimani, bo'limga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqida ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu, lekin avlodi Timuriy nasllar mana bu fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim, bilaman qadringni.